Bugun sizlarga qanaqa qilib ham o'qib, ham ishlab, ham bolaga qarashga uspet qilayotganimni ko'rsataman. Kelinglar, bugun sizlarni har kuni o'tadigan bir kunimga o'zim bilan sayohatga olib ketaman. To'g'ri, yosh onaman, endigina 20 bahorni qarshi oldim, lekin shu bilan birga men o'sishni, karyera qilishni va rivojlanishni ham xohlayman. Hamma meni yaxshi ko'radigan obunachilarim, oilam aytishadi, "Qo'y, nima qilasan hozir? Uyda o'tir, bolangga qarasan, bolangga keraksan." Da, men bolamga kerakman, buni bilaman. Lekin men eng avvalo o'zimga ham kerakman. Bolaligimdan tug'ilgan orzular, oldinga qo'yilgan maqsadlarim meni hech qachon to'xtab qolishimga yo'l qo'ymaydi. Farzandim esa har doim ishonchli qo'llarda. Bu jonisi bilan adajonisi sog' bo'lsin, har doim meni qo'llab-quvvatlashadi, farzandimga ham qarashga menga yordam berishyapti. Va men shuni aytib ketmoqchimanki, farzand tarbiyasi bilan uyda shug'ullanayotgan ayollarni qadrlang, ularni yaxshi ko'ring, ularni ko'ngliga qarashga harakat qiling, chunki bu ham oson ish emas ekan, hurmatli erkaklar. Hurmatli ayollar, gaplarimga qo'shilsangiz kommentariyada o'z fikringizni qoldiring.